qurbonlik tarixini o'rganishligimiz kerak. Ya'ni Ibrohim alayhisolatu vassalomga Alloh taolo bir halim o'g'il berdi. U o'g'ilning ismlari Ismoil edi. Ismoil alayhisalom bu kishi ham payg'ambar edilar. Va mana shu o'g'il ota bilan birga yuradigan bo'lgandan keyin Alloh taolo Ibrohim alayhisolatu vassalomga shu o'g'ilni qurbonlik qilishlikka buyruq tariqasida ilhom berib bir qancha tushlar ko'rdilar. Tushlarida qayta-qayta o'g'illarini qurbonlik qilishlikka Alloh buyurayotgan edi. Va bu tushlarni ko'rgan Ibrohim alayhisalom o'g'illariga qarab, "Bolam, sen nima deysan? Men seni qurbonlik qilayotganimni qayta-qayta ko'ryapman" deganda o'g'il ham mard turib ikkilanmasdan, "Otajon, Robbingiz sizga nimani amr qilayotgan bo'lsa shu ishni qilavering, meni bu borada sabr qilguvchilardan topasiz" dedilar. Va Ibrohim alayhisolatu vassalom o'g'illari Ismoil alayhisalomni peshonalarini yerga qo'yib so'yaman deb turgan paytlarida Alloh taolo nido qilib, "Ey Ibrohim, biz sizni sinab ko'rgan edik, imtihon qilgan edik. Siz imtihondan yaxshi o'tdingiz. Kerak bo'lsa jondan aziz farzandingizni ham bizni yo'limizda fido qilishlikdan qaytmadingiz. Bizni buyruqlarimizga farmonbardor bo'ldingiz. Keling, sizga mukofot o'laroq badal qilib o'g'lingizni jonidan jon, qonidan qon o'laroq jannatdan bir qo'chqorni biz sizga mana oling dedik" deydi Alloh taolo Qur'oni Karim oyatlarida. Aynan aytib o'tishlik lozim bo'lsa, takbir tashrih aytib boshlaymiz. 23 ta namozni izda takbir tashrih aytamiz. Farz namozlariga salom bergandan aytiladi. Bu Arafa kuni bomdod namozidan aytib boshlaymiz. Bu bizning sanamiz bilan 26-may seshanba kuniga to'g'ri keladi. Arafa kuni. Hayitdan bir kun oldin. Bomdod namozidan boshlab 23 ta namozni izida farzlariga salom bergandan keyin yolg'iz o'qiyaptimi, jamoat bilan o'qiyaptimi, imom yoddan chiqargan bo'lsa qolganlar unga tasbih aytadi, ya'ni unga luqma beradi, aytishlikni targ'ib qiladi. Xullas takbir tashrih aytiladi. Mana bu takbir tashrih Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Mana shu takbir tashrihlarning tarixi ham aynan o'sha qurbonlik voqeasiga borib taqaladi. Ya'ni Alloh taolo nido qildi Ibrohim alayhisolatu vassalomga, "O'g'lingizni jonidan badal qilib biz bir qo'chqor yubordik sizga" dedi. U qo'chqorni jannatdan Jabroil alayhisolatu vassalom yetaklab kelayotgan edilar va kelishlik jarayonida ota bolani bu voqea ustida ko'rgan Jabroil alayhisalom "Allohu akbar, Allohu akbar" dedilar. Bu qo'chqor yetaklab kelayotgan Jabroil alayhisalomni ko'rgan Ibrohim alayhisolatu vassalom "La ilaha illalloh vallohu akbar" dedilar. Undan keyin jonlari omon qolganligiga shukr qilib Ismoil alayhisolatu vassalom "Allohu akbar va lillahil hamd" dedilar. Qarang, mana shu takbir shu qadar ulug' takbirki, ikkita ulug' payg'ambar alayhissalom va bitta ulug' maloikaning nidosi, aytgan so'zlaridan jamlangan takbir ekan. Yana Jabroil alayhisolatu vassalom qo'chqorni "Allohu akbar, Allohu akbar" deb olib keldilar. Buni ko'rgan Ibrohim alayhisolatu vassalom "La ilaha illalloh vallohu akbar" dedilar va buni eshitgan Ismoil alayhisalom Allohga hamd aytib "Allohu akbar va lillahil hamd" dedilar. Shundan shu takbir jamlandi. Biz islom ummati har yili mana shu Qurbon hayiti arafalarida, Arafa kuni hayitdan bir kun oldin bomdoddan boshlab 9-kuni Zulhijjani, 10-kuni, 11-kuni, 12-kuni va 13-kuni asr namoziga ham takbir aytib tugatamiz. 23 ta namozni izdan mana shu takbirni aytamiz azizlar. Bu takbirning nomini takbir tashrih deyiladi. Ma'lumot uchun aytib o'tib ketyapmiz bularni.